Ko'rib turganingizdek 1.5 fit motor. Korobkasi pinayt qilib, motori ichi bo'g'ilyapti. Ashini suzog'ning ichiga olib kirib ko'rsatmoqchimiz. Ko'rib turganingizdek biz Malas shahridan suzog'ning ichiga kirmoqchimiz va u yerda ustalarni qanaqa usta bor, ashini bilmoqchimiz. Buni yo'l-yo'lakay so'rab o'tamiz. Agar sizda ham shunaqa problema bo'layotgan bo'lsa, bizni oxirigacha ko'ring. O 707 abaddan so'rab ko'raylik. Shu aka ham bilar. Aka bizim mashinamiz, siz videolaringiz ko'p ko'ramiz. Bizim mashinamiz motori bilan korobkasi biroz ishkal bo'ldi. Shuni kim qaysi usta ko'radi? Qanaqa mashina? Fit. Fitmi? Fit Islom degan bola bor-da, nomeradi sizlarda. Adresdan narsa tushuntiraman. Nomerini beray. Adresini ayting, biz mashinamizni ko'rib beraversin. Почти 1 kilometr yurasizda, 1 kilometr yurganingizdan keyin eski apteka chiqadi. Bansi yetmaydi. O'ngga burilganingizdan keyin 300 metr yurganingizdan keyin ashada ustaxonasi bor. Shu yerda mahallasi. Xo'p. Eski aptekani oldik ekan. Shu eski aptekani oldan burilamiz ekan.